xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Manzur Ravshanov vafot etdi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Manzur Ravshanov 82 yoshida vafot etdi. U Maysaraning ishi, Boy ila xizmatchi, Alisher Navoiy, Oq kema kabi spektakllarni sahnalashtirgan. O'zbekiston xizmat ko'rsatgan arbobi Manzur Ravshanov 88 yoshida vafot etdi, deya xabar bermoqda Madaniyat vazirligi. Manzur Temirovich Ravshanov 1937 yilning 4-iyul kuni Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida tug'ilgan. 1961 yilda Toshkent teatr va rassomlik san'ati institutini tugatgan. Manzur Ravshanov Surxondaryo viloyati musiqali drama teatrida avval aktyor, keyinchalik bosh rejissyor bo'lib ishlagan. Surxondaryo viloyati qo'g'irchoq teatrining vujudga kelishiga katta hissa qo'shgan. Keyinchalik Qashqadaryo viloyati musiqali drama teatrida bosh rejissyor sifatida faoliyat yuritgan. U Alpomish, Boy ila xizmatchi, Maysaraning ishi, Jononga bordim bir kecha, Alisher Navoiy